Hozirgi kunda biz Xitoy bilan ikkita zavod bilan ishlaymiz, to'g'ridan-to'g'ri. Bu birinchi zavodimiz, bu ikkinchi zavod. Qarasangiz 20 santimetrlik bo'lagini bunda 5 qator qilib qo'yganmiz. 50 santimetrlik bo'lagan beramiz, 20 santimetrligini biz 5 qator qilib beramiz. Bunda ham asosiy maqsad ustalarimiz razmer chiqarishga oson bo'lsin. Zo'r. Keyin yana bitta masala, ustalarimizni ko'pchilik telefon qilishadi, oldin qolib olib qo'yishgan. Mana bu birinchi sort deb oldin 1 kg 200 likni sotganmiz. Buni zavodskoy tagini diametri katta. Tagi tubalarga qo'yishadi yoki bo'lmasa bu tagini tepasiga paftor qilib ham ishlatishadi gul o'rniga. Ba'zilar gul xohlamaydi, tagini paftor qilib qo'yib bering deydi. Buni diametri hozir 47,5 48 sm chiqadi. Rigillarimiz 40 sm bo'ladi. Rigildan bu chiqib qoladi, u xunuk bo'ladi, haliga chiroyli chiqmaydi. Endi biz bu qolipni tagini ixcham variantini qilganmiz hozir. Tagi ixcham 34-38 bo'ladi diametri. Xohlashsa bunga ham zapchas qilib olib kelib qo'yganmiz. Tagini kichkina variant qilib berishimiz ham mumkin. Imkoni bor. Imkoni bor. O'zbekistonda yangilik do'stlar, qaranglar. Mana shu narsa bizani O'zbekistonda yangilik narsa ekan. Endichi xolasiz yotib olib pul topamansiz, bir kuniga 1 millioncha bor, bo'lmasa 500 ming bor. Ishlab mehnat qilib pul topamansiz, kuniga kerak bo'lsa 200-300 dollar ham bor do'stlar. Xo'p, do'stlar, endi bu yangilik nima deydigan bo'lsalaring, biz hozirgi paytda ko'rib qaranglar bu tomonini yonlarini cho'tki chiqadi. Endi ana nima deydi? Xitoy buyuk devorini o'zimiz uyda qursa ham bo'lar ekan do'stlar. Mana shu yangiliklar bu Rim kolonni biznesini ustalar maza qiladigan, keyin arendatorlar maza qiladi do'stlar. Arendatorlar uvullab, ya'ni aytdim hali, uxlab, televizorda ko'rib olib, Qashqarlar makonni qo'yib olib qilaman desiz, arendaga bersiz, juda kamroq foyda qilasiz. Lekin soni jihatiga qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p foyda qilasiz. Agar ustalarni o'zi olib, o'zi ishlataman degan bo'lsa, do'stlar, ikkita ustuvornida kuniga javob 1 million so'm pul bor. 1 million so'm bo'lsa, xo'p, 30 kun ishlamasin, 20 kun ishlasin do'stlar. 20 million so'm pul bo'ladi. Voy, nima deb o'ylaysizlar? 20 million so'm pul O'zbekiston sharoitida yaxshimi, yomonmi? Salkam 1,5 ming dollar oylik bo'lyapti. Voy, 1,5 ming dollarda katta-kattalarni topolmayapti. Hozir do'stlar, 3 million, 5 millionga ishlayapti do'stlar. Xo'p, endi Rim kolonni olayotgan paytda nimaga e'tibor qaratish kerak? Qaysi jihatini birinchi olish kerak? Qaysini olsa ko'proq foyda qiladi ustalar va arendatorlar? Hozir buni hammasini Orif akadan bilamiz. Keling aka. Assalomu alaykum. Aka. Orif aka. Xo'p. Orif aka arendatorlarga birinchi bo'lib ustalarni qilaylik. Ustalar o'zimiz mehnatkash. Ustalar birinchi qaysi kolonnani olsa kuniga o'sha aytganimizdagi 1 million so'm foyda qiladi kamida aka. Keyin sekin-sekin arendaga olmoqchi bo'layotganlarga tavsiyalarni berib ketamiz qaysilarda. Bo'ldi aka. Xo'p, ustalarimizga eng ommabop, eng hadovoy ketgan 300 lik yumaloq qoliplarimiz bo'ladi. Mana ular. Ha, shular. Qolip olayotganda asosan e'tibor qilish kerak bo'lgan narsa buni sorti bo'ladi. Sortiga e'tibor qilish kerak. Endi hamma birinchi sort, ikkinchi sort deyapti bitam. Buni olayotgan odam sortini farqiga bormaydi, qayerdan biladi aka buni? Sortini farqiga borish uchun 50 santimetrlik bo'lagi bo'ladi. Tarozi tortib ko'rishsa bilinadi. Hozirgacha buni 50 santimetrlik bo'lagi 1 kg 200 chiqadiganni birinchi sort deb aytiladi hozirgacha. Lekin yangisi ham chiqqan, hozir uni ham ko'rsatamiz. Qolib olayotganda buni komplektiga e'tibor berish kerak asosan. Qalinligini ko'rdik, o'sha birinchi sorti 1 kg 200 bo'ladi dedik. Endi keyingi masalasi balandligi komplektiga e'tibor berish kerak. Bo'laklari qaysi o'lchamdan tashkil topgan. Sababi ustalarimiz ishga borishganda turli xil razmerlarni qo'yishga to'g'ri keladi. 1,5 2 metr, 3 metr, 4 metr. Endi agar hamma bo'laklari, ko'p bo'laklari 50 santimetrdan tashkil topgan bo'lsa, razmerni o'ynatishlar oson, qiyin bo'ladi. Razmer chiqarish qiyin bo'ladi. Shuning uchun biz komplektiga, hop, birinchi mana 300 lik qolipimiz, birinchi sort qolipimizga komplektiga 20 santimetrligini 4 qator beramiz. Komplektining ichida. Komplektining ichida. Ko'p joyda buni yo 2 qator berishadi yoki 3 qator berishadi. Biz shuni 4 qator qilib qo'yganmiz. Balandligi ham baland. Bir komplektimiz 4 metr 20 santimetr bo'ladi mana shu holatiga. Mayda bo'laklari ko'p, 4 qator. Keyingi qolipimiz ham bu yangilik qolipimiz. Bu ham birinchi sort. 50 santimetrlik bo'lagi 1 kg 250 gram chiqadi. Bular 1 kg 200 chiqsa, bu 1 kg 250 gram chiqadi. Yangilik bu. 50 gram ko'proq chiqadi. 50 gram ko'proq chiqadi. Bundan boshqa, hozirgi kunda biz Xitoy bilan ikkita zavod bilan ishlaymiz, to'g'ridan-to'g'ri. Bu birinchi zavodimiz, bu ikkinchi zavod.
Buni ham komplektiga qarasangiz 20 santimetrlik bo'lagini bunda 5 qator qilib qo'yganmiz. 50 santimetrlik bo'lak ham beramiz, 20 santimetrligini biz 5 qator qilib beramiz. Bunda ham asosiy maqsad ustalarimiz razmer chiqarishga oson bo'lsin. Misol uchun 50 santimetrligini qo'ymasdan ikkita 20 qo'yishsa 40, uchta 20 qo'yishsa 60, to'rtta qo'yishsa 80, 90 hamma razmerlar chiqadi. Любой razmer chiqarsa bo'ladi. 10 santimetrdan ham tushirib ko'tarsa bo'ladi. Zo'r. Keyin yana bitta masala, ustalarimizni ko'pchilik telefon qilishadi, oldin qolib olib qo'yishgan. Mana bu birinchi sort deb oldin 1 kilo 200 ling sotganmiz. Buni zavodskoy tagini diametri katta. Tagi tubalarga qo'yishadi yoki bo'lmasa bu tagini tepasiga paftor qilib ham ishlatishadi gul o'rniga. Ba'zilar gul xohlamaydi, tagini paftor qilib qo'yib bering deydi. Buni diametri hozir 47,5, 48 santimetr chiqadi. Rigillarimiz 40 santimetr bo'ladi. Rigildan bu chiqib qoladi, u xunuk bo'ladi. Haliga chiroyli chiqmaydi. Endi biz bu qolipni tagini ixcham variantini qilganmiz hozir. Tagi ixcham 34, 38 bo'ladi diametri. Xohlashsa bunga ham zapchas qilib olib kelib qo'yganmiz. Tagini kichkina variant qilib berishimiz ham mumkin. Imkoni bor. Imkoni bor. Zo'r. Xo'p, endi eng hadavoy hozirgi paytda ustalar ko'p ishlatayotganlari. Eng hadavoylarimiz boshlanganda yumaloq boshlangan. 250, mana bu 300 ikkalasi 300 larimiz eng hadavoy bo'lgan. Hozirgi kunda uy chizadigan arxitektorlarimiz yumaloq ham berishyapti. Buni ham hali modasi o'lgani yo'q. Lekin hozirgi kunda to'rtburchak fasonga ko'proq o'tilyapti. Boshda mana bu taroqli fasonimiz moda bo'lgan. Hozir ham quyilyapti. Lekin hozir yangi chiqqani mana bu ikkita yoni tiyagali bo'ladi, ramkali bo'ladi, o'rtasi tekis tushadi, to'rtburchak. High-tech fasonga juda yaxshi to'g'ri kelyapti hozir. Ustalarimiz, arxitektorlarimiz chizmada buni ko'proq berishyapti hozir. To'rtburchak fason. Bu yangilik ekan-da bu. Bu yangilik, ha. Xo'p. Endi aka, bularda mullajiringi necha pullar misol uchun? Tushunmasi gapirganimizda. Endi buni narxi sortidan kelib chiqadi, balandligidan kelib chiqadi. Narxlari $350 dan boshlanadi. Ikkinchi sort, uchinchi sort bo'ladi ular. Bitta usta ishni boshlash uchun ikkita kolonna olish kerak deyapsiz. Kuniga 1 million so'm foyda qilish uchun qaysidan olish kerak shuni? Ustalarimizga ham, arendatorlarimizga ham birinchi sortini tavsiya qilamiz. Sababi ko'proq xizmat qiladi. Ko'proq xizmat qiladi, ko'p yil davomida ishlatib, o'zi bu uzoq bilan 1 oyda o'zini pulini oqlaydi. O'zi 1 oyda. Misol uchun endi ikkinchi sortlari $390, $350 shunaqalar bor, uni tavsiya qilmaymiz. Agar kerak deysa bor, undan ham beraveramiz. Lekin mana birinchi sort mayda bo'lagi ko'paytirib qo'ygan yaxshi komplektimizni olishsa, hozir shular 30 ligimiz. Diametri 30, yumaloq qoliplarimiz maksimal balandligi 420 bo'ladi. $550 chiqayotgan hozirgi narxi. $550 demak $1050 puli bo'lsa ish boshlasa bo'laveradi. Endi 550 dan pasaytirsa bo'ladi narxini, balandligini pasaytiramiz, mayda bo'lagini kamaytirsak yana 550 dan ham pasayadi. Ayt 550 deb 550 deb hisoblaylik, чтобы aniq foyda qilsin. To'rtburchaklarchi buni hozirgi nima? To'rtburchaklarimiz $600 dan boshlanadi. Bunga ham e'tibor bersangiz, mayda bo'lagini ko'paytirib qo'yganmiz. 20 santimetr 3 qator, ikkita 10 ham qo'shib qo'yganmiz orasiga. Xohlagan razmerlar chiqadi. Bular ham shunaqa. 10 santimetrlik bo'lagidan 3 qator, qolganlar hammasi 30 santimetrlik bo'ladi. Razmer chiqarish oson bo'ladi. Oddiy bular $600 dan boshlanadi. $700 gacha bo'ladi. Bir $50, $100 farq qilar ekan. Farq qiladi. Oddiy misol uchun yumaloq 30 likni qo'yayotgan ustalarimiz kuniga bo'lmadi deganda agar ishlari bo'ladigan bo'lsa 1 million so'm sof foyda qilishadi. Maşallah. Hozirgi kunda shu 300 lik yumalog'imizni joyidan kelib chiqib 200 ming so'mdan boshlab quyilutgan. 200 ming so'mdan bo'lganda ham eng kami 3,5 metr bo'ladi balandligi. 3,5 metrdan ikkita quyishsa 7 metr, 7 metr 200 mingdan 1 million 400 ming so'm bo'ladi. 400 ming so'm shogirdiga, rasxotiga chiqsa 1 million so'm sof foyda o'ziga qoladi. Xo'p, endi mana nima deydi mana bu narsani haligi? Bularimiz uyni oldiga qo'yadigan karniz. Buni qanday qilib qo'yadi? Tepadan qo'yadimi? Tepadan qo'yadi. Buni tushuntiramiz. Agar ishlaydigan, qiziqadigan ustalar bo'lsa, qanaqa qilib quyiladi, etapi qanaqa bo'ladi, hammasini tushuntirib beramiz. Uy oldiga karniz qilib quysa ham bo'ladi. Yoki bo'lmasa, hozirgi kunda uy o'rtalariga landshaft qilib, tapchan, besetkalar qilishyapti. Shunga to'rtburchak qilib ishlasa ham bo'ladi. Bittasini besetkaga o'xshatib beribsizlar. Bu yerda yumaloqlarimiz bor. Hozirgi kunda bu ham juda urfga kirgan.
yumaloq tapcham besetkalarga karnizlarimiz. Do'stlar, qaranglar. Endi Kolizeyda o'zimizda qilsak ham bo'laveradi do'stlar. Bo'ladi. Ikkita gladiatorni olib kelib qo'yib qo'ysanlar, o'g'ilchalarni bir bola o'ynab sizlar xursand qilib turishadi. Xo'p. Aka, endi bitta narsa buni ham dastavkasini gaplashamiz siz bilan do'stlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, Oybek aka foydali bo'layapti. Like qo'yib ketinglar do'stlar. Like qo'yib, rahmat Oybek aka kommentariy yozib berishingiz eslangdan chiqmasin do'stlar. Eng asosiy narsa bizning videoga like qo'ysalar, biz chap echagan bo'ladi. Endi nima deydi? Blogerda haqqini berib bersangiz ham biz ham rozi bo'lib qolamiz, to'g'risi. Buni u yoqdan olamiz. Xo'p, endi buni bu endi haligi endi kam joyda ishlatilyapti-yu, lekin hozir ko'proq nerjayada ishlatishyapti. Lekin ora-orada kimdir qilyapti bu narsani. Balyasina qoliplarimiz bular. Hozirgi kunda mana shu fasoni juda ham urf bo'lgan. Metrli balyasina deb qo'yadi buni. Metrli balyasina, metrini ustalarimiz joyiga borib o'rnatib qo'yishadi. Zanalarimizni yoniga yoki bo'lmasa besetka qilishsa, besetkalarning tagiga quyib berishlari mumkin bo'ladi zashita vazifasida. Narxini 550 ming, 600 mingdan qo'yishyapti 1 metrini. Buni ham. Donaligi ham bor buni, donali variantlarimiz ham bor. Bir donani o'zini qo'yib berish. Donalikni uyda quyib tayyorlab olishadi ustalarimiz. Keyin olib borib o'rnatib berishadi. Bunga ketadigan mahsulot uylarda quyishsa, o'rtasiga armatura qo'yishadi. 25 ming, uzog'i 30 ming so'mga uyda tayyor bo'ladi. Misol bekorchilikda yo bo'lmasa farzandlariga aytishsa, farzandlari ham quyib qo'yishaveradi ustalarni. Uyda bekorchilikda. Bundan ko'pginani quyib, zakaz tushganda olib borib o'rnatib berishadi. Uyda 25 ming, 30 mingga tayyor bo'ladi bu. Olib borib donasini o'rnatib berish 130 ming, 120 ming shunaqa atrofida. Bundan ham 100 ming so'm foyda bor donasidan. Zo'r. Xo'p, bular endi necha puldan bular nimalar? Bularning metri qalin farashlikka qarab boshlanadi. Buni ham sorti bor. Bu hozir qalini $130 shunaqa atrofida chiqadi. Ko'proq olishsa, yana arzonlashtirib beramiz. Zo'r. Arzonlashtirib beriladi. Endi mana aka, hozirgi paytda ixtiro desa ham bo'lar ekan. Yangilik bu ham. Yangilik do'stlar. Ya'ni chili pizzani o'zi bilan chiqarib ekansizlar. Ha. Xitoy devorini. Buni tepadan qo'yar ekan-a buni? Tepadan qo'yadi, devor ustiga shapkacha bu. Buni ham hozir bu yerga 1 metr terib qo'yganmiz. Xohlagan metr qilib berishimiz mumkin. Devorlarni ustiga o'rnatib, beton quyib, nima qilishsa, xuddi Xitoy devorlariga o'xshab juda chiroyli holatda chiqadi bu ham. Bular necha pul bular 1 metrlari? Bularning metri achetni kesib qo'yasiz. Esimdan chiqib qoldi narxi. Nima qilaylik? Do'stlar, endi narx esdan chiqib qolibdi, to'g'ri tushunasizlar. Bu yangilikda hali narx chiqarishga ham ulgurishmayapti. Ha, yangilik bu. Shuning uchun telefon qilasizlar, Orif aka narx chiqardingiz, mana u imkonlarni shapkasini desalar, narxini chiqarib bergan bo'lsalar, sizga aytib berishadi, xo'p. Xo'p, Orif aka endi bitta narsa, dastavkasi buni qanaqa bo'lardi bu dastavka? Misol uchun bizda har xil viloyatlar kuzatishadi, like qo'llab-quvvatlaymiz. Bormi bunga telefon qilsa? Dastavka butun O'zbekiston Respublikasi bo'ylab, Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikistonlarga ham dastavka qilib beramiz. Bor-a yo'l. Muammosi yo'q. Bo'ldi. Uzog'i 3 kun ichida, chet davlatlarga 3 kun, 4 kunda o'zimizga 1 kunda yetkazib beramiz. Do'stlar, like qo'yib qo'llab-quvvatlaymiz sizlar uchun. Endi arendatorlar aka endi oladigan bo'lsa, arendatorlar ham o'zi tushundi qaysini olishga. Misol uchun, arendatorlar do'stlar uchun ko'proq pul sarf qiladi. Bunaqa qilib $1000 ga olib arenda qilishga kamroq foyda qilasiz. Arendatorlik biznes qilaman degan bo'lsangiz, bitta kamida Matiz sotasiz, $3000 ga sotib turib, hammasini ikkita-ikkitadan olasiz do'stlar. Hammasini ikkita-ikkitadan olgandan keyin chiroyli qilib e'lonlarni berib chiqasiz ko'chalarga, Rimkalonni arendaga beriladi. Ustalar guruhga, ustalar topasiz. Beton qo'yadigan ustalar tiqilib yotibdi. Jamuncha qiyin narsa emas. Shu meshalkaga sahal bilan sementni aralashtirib, endi quyib qo'ysalar, 4 armatura bilan tayyor, to'g'risi. Buni lubo odam qilsa bo'laveradi. Bekarchi odamlarga ham yozib turib, mana Rimkalonni bormanda. Kuniga 100 ming so'mdan arenda beraman, 200 ming so'mda qo'yasan, 100 ming saniki, 100 ming maniki sizdan o'shundan foyda qiladi do'stlar. Like qo'yib, qo'llab-quvvatlaymiz. Sog' bo'linglar.